Qaynona, poligondamisiz? Harbiy kuyov, keling, kayfiyatlar a'lo jangovarmi? Oling bu maktab bergan sizlar askaringizni. Naryad ketaman desam, sapogim tozalanmagan. Bunaqa forma olib bering, bunaqa forma olib bering. Pulimni faqat. Oshxonadagi epikrovkalar tozalanmagan mastashidan gap eshitdim. Qudam tinchmilar? Faqat men telefonimni razvedka qiladi bunis. Zavshlik abitek palojdan ta'mi yo'q. Kechasi bilan faqat tankadagi qar bu. O'zingiz ham mana kam joyingiz yo'q. Binokling pastga qarati. Biz sizdan bunaqa kontrakt qilmaganmiz. Ana buni oling, men o'zimga zakkoni jangovarni topa olaman. Ketdim. To'xtang kuyov, palatkaga kiring, harbiychasiga gaplashib olamiz. Men sizga boskarni olib keting deb yalinganim yo'q. O'zingiz kazarmam tagida 2 oy soqchi turib, yalinib zo'rg'a olib ketdingiz. Tankadagi tarillarmish. Uxlating buni. Sizni vayingichasizda bu askarga 2 soat abboy bo'ladi yoki yo'q? Kim aytdi? Haftaning 7 kuni paqada. Oshxona uborka, territoriya uborka, kamiga qudam kazarmaga pajar deb borsa yuradi suvni ko'tarib yoqdan bu yoqqa. Kuyov, armiyada ham bitta askarga 6 oyda bir marta kiyim beriladi. Buningizni qarang, 2 yildan beri bitta kiyimda yuribdi. 2,5 yil. Murojaat etishga ruxsat bermadimi hali? Siz murojaat qilishga ruxsat bermaysiz. Onangiz kunda isig'ida marsh prosotga chiqazib yuboradilar. Singlingiz kiyimlarini so'rab psixologik ataka qilsin. Opingiz bolalarini tashlab ketib qarab turdisin. Armiyani ham bog'cha qilib tashlamaylar, kuyov. Bironta jangchiga o'ralashib qoldingizmi, kuyov? Yo'q, aslo yo'q-da. Qarangda, lekin brajletingiz ham yordam bera olmaydi lekin. Bizda to'yalik kechasi maxsus operatsiyamiz bor. Qani, kaskalaring omon bo'lsin, zvanelaring kechikib kelmasin. Вообще zalot bo'lmasin, snap. Atiga 2 million so'mga iPhone 17 Pro Max ga o'xshagan telefon ko'rsatsam, sizlarga qiziqmi? Bu ko'rib turgan telefoninglar Dubai Premium versiyasi deyiladi. Telefon o'zi uyda tursin, korobkalarigacha birga bir. Mana o'sha mazza qilgan joy. Ana o'zingizlar ko'ringlar, haqiqiysiga rostdan ham o'xshaydi-ku. Agar o'zingizlar aytib qo'ymasanglar, uncha odam farqiga bormaydi. Lekin biz aytib sotamiz. Ko'rinishini ko'rdinglar, endi menyulariga o'tamiz. Menyulari ham xuddi iPhone'dagi bo'ladi. Sensorini ishlashini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Menyulari iOS ga o'xshagani bilan, lekin sistemasi Android bo'ladi, Play marketlari bo'ladi. Bemalol xohlagan narsalarni ko'chirib olsanglar bo'ladi. Eng muhimi, emaillar registratsiya bo'lgan bo'ladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Nastroykalarni ham bitta o'zingizlar ko'ringlar. iPhone'ni o'zi-yu, xarakteristikalarni ichiga shunaqa ko'rsatib qo'ygan. To'liq ma'lumot olish uchun bizga bemalol telefon qilaveringlar. Qolgan joylarni o'zimiz tushuntirib beramiz. Aytgancha, hozir bu telefonlarni sotuvda silver va orange ranglaridan bor. Yon tomonidagi knopkasi ham ishlayotgan, rasmga olishni ham o'zingizlar bitta ko'rib boqasizlar. Zoom knopkalari ham ishlab turibdi. Xullas, bu telefonni olsanglar, ortiqcha rasxod qilib o'tirmas ekansiz. O'zini kompleksdan bitta Type-C shnuri va biz sizlarga bitta adapter va bitta chexolni qo'shib beramiz. Chexollari o'ziga qolib bo'lib tushadi. Ushbu telefonlarimiz sizga qiziqish uyg'otgan bo'lsa, bemalol shu raqamlarga aloqaga chiqing. O'zbekiston viloyatlariga va shahar ichida dastavkamiz bor.